erkak kishini omadi bilan o'ynashma. Menda hech qanaqa omad degan narsa yo'q, birgiraman. Bu yerda sabr, mehnat, mani dug'i bor, yurak bor. Qiziqib qoldingizmi? Bu gap qanchalik to'g'ri? Jahon adabiyotidagi omadli top 5 qahramon misolida ko'ramiz. Birinchisi albatta Dumaning Edmond Dantesi. Taqdirga tan bermagan Dantesni adolat va qasos istagi harakatga keltiradi. Oqibatda u cheksiz boylik, hurmat va erkinlikka ega graf Monte Cristoga aylanadi. Ikkinchisi Frank Copperwood. Oddiy xizmatchi pul va tanish bilishlarsiz o'z ambitsiyalari, manfaatlari va hokimiyatga intilishi orqali davrining eng nufuzli moliyachilaridan biri bo'ladi. Uchinchi qahramon Jay Gatsby. Gatsby. Ishq va ishtiyoq uni boylik va mavqe sari yetaklab afsonaga aylantiradi. Jorj Duroa, azizim, qashshoq ofitserdan Fransiyaning eng nufuzli jurnalistigacha yo'lni qanday bosib o'tdi dersiz? Duroani oldinga eltagan kuch iste'dod emas, ayollar. U mehnat bilan emas, nafs va hisob-kitob bilan yuqori qatlam vakili bo'lishiga erishadi. Va so'nggisi Говард Рорк, Ayn Randning Manba romani qahramoni, mening favoritim. Iste'dodli me'mor u muvaffaqiyatni emas, haqiqatni tanlaydi. U o'z tabiatiga xiyonat qilishni istamasdi. Qiziqib qoldingizmi? Unda keling, o'qing.